Dekretdagi mamashaning bir kunlik vlogi. Zavtrikka домашний vafli tayyorlayapman. Oshxonadan shunaqa shirin hidlar kelayotganini sezib, qizim ham uyqudan turib ketdi. Ko'chani vaflisidan ko'ra mana shu домашний vafli menga juda ham yoqadi. Retseptni o'rganib olsanglar, maza qilib vafli pishirasizlar. Mana shunaqa vafli qolibini olsanglar, ustilari ko'mir, ichlari yumshoqqina bo'lib chiqibdi. Ertalabki nonushtalarimizni qilib bo'lib, BTS pochtaga dastavkalarni topshirgani ketdik. Ungacha zakaz qilgan tovarlarim ham kelibdi. Tovarlarimni taxladim, orada videolar oldim sizlarga. Xullas, kecham bo'lib qo'ydi. Kechga manti qilmoqchi edim. Uxlovim yo'q ekan. Uxlov olib keldim magazinga chiqib. Ungacha qizim uxlab ham qoldi. Bugun bir manti xo'rlik qilamiz deb, домашний mantichalarni o'z qo'llarim bilan oilamga qilib berdim. O'tgan safar ovqat pishirganimni Instagramga qo'yganimda yangi bitta podpeschigim, "Voy, men sizni birinchi ko'rganimda hech qaysi ish qilishni bilmaydigan, faqat Instagramda o'zini qarab bo'yanib o'tiradigan qiz bo'lsa kerak deb o'yladim" deb menga yozib yoribdi. Voy qizlar, hamma shunaqa deb o'ylaydi. Bitta siz emas, asalim. Allohga shukr, hamma ish qo'limdan keladi. Xamir yoyish, hamma xamirli ovqatlar, hatto pishiriq, midavik, Napoleon, pirog, tort. 18 yoshimda tort pishirib sotganman. Birinchi biznesim mana shu bo'lgan. Mehnatdan qochmaydigan va tavakkal qilishdan qo'rqmaydigan shunaqa jaydari qizman. Mantilarimni ham tezlikda qilib tashladim. Orada qizimga ovqatini ham tayyorlab berdim. Mana shunaqangi mazali pyureshkachasini. Mantim ham tayyor bo'ldi. Ustiga домашний sariyog'chalarni qo'yib, murtchalar bilan shunaqa mazali ketdi. Qizlarjonlar, mantiga kelinglar. Ha, aytgancha menga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar.